small in-ground pool. He doesn't just dig a hole and drop it in. First, he makes sure the entire pit is level. Once the pool fills with water, any low spot can create uneven pressure. That's why he places rigid foam boards across the bottom. They create a smoother base and help protect the liner from rocks and sharp objects underneath. Then comes the part most people miss. After the pool is in place, he installs more foam boards around the outside before backfilling with dirt. Evet. Tutmak lazım. Hareket. Böyle dadajon hozir boraman. Jonim benim. Assalomu alaykum. Mevlüt. Yedi o kombilim. Hava. Aka, yaxshimisiz? Qizimga telefon qilib bering, qizimga. Qizim. Alo. Qalaysan kichkintoyim? Mana men yana senga telefon qilyapman. Seni juda qattiq sog'indim. Seni ko'zlaringni, seni bu qarashlaringni, hattoki kulgichlaringni qattiq sog'indim. Lekin yonimda yo'qliging sababli aka nima qilamiz bu jinni bilan? Rasm bilan gaplashishni ko'rmayapsizmi? Yuring ketdik o'zimiz. Jin emas, san jinni. Ko'p organ yo'qolgan. unutmayman hech qachon. Nima bo'ldi, gaplashdingmi? Yo'q, hech kim yo'q yonimda. Seni o'lganingni bilib turibman, hali hamon sevaman. Sevgi sever so'nginem, qo'l yetmas sarmokinam, aytgan nomon yuribsan. Sabır.